Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun bir ozgina video qilaylik dedik. Bugungi videomiz chuvalchang, keyin biyagimiz to'g'risida bo'ladi. Chuvalchanglarda mana yomg'ir ham ozgina yog'ib turibdi. Yomg'irdagi holatlarni ko'ramiz. Qishdan mana sovuqlardan chiqib oldik. Mana mana chuvalchanglarda holatlari. Mana juda yaxshi ishlashib yurishibdi. Xudo xolasa mana chuvalchang boqayotgan joylarimiz. Mana bu biyagimizimiz 1-2 tonna qolib ketdi. Endi buni ham sotib bo'ldik. Endi buni elab berishimiz kerak. Navestagiga toshib elab bersak, sotib tugatdik. Biyagimiz bizda qolmadi. Endi chuvalchanglar bor mana. Bu biya reaktorni ham bir ko'rib qo'yamiz. Mana juda yaxshi ishlashyapti. Chuvalchanglar juda ahvoli yaxshi. Mana bu biyagumimiz. Uni ham bir ko'rsatib qo'yaylik dedik. Biyagumimiz nima? Buni yerga foydasi bormi? Kujat ekayotganlar juda so'rayapti. Bu yil qiziqish juda ko'p bo'lyapti biyagimizga. Men biyagimiz sotib tugatdim, yana odamlar so'rayapti, yana bormi? Yana menga tov bering. Ko'chat ekadigan edim, shunga solib ekmoqchiman degan odamlar juda ko'p bo'lyapti. Biyagimiz to'g'risida bir video ko'rib qoldim YouTube'da. Bir oy oldin Jizzaxda seminar bo'lgan ekan. Chuvalchang boqayotganlar. Shu 8-xazina deb nomlashib qo'yibdi chuvalchanglarni. Shular bir Jizzaxda seminar qilgan ekan. Shu seminarni ham sizlarga havola qilmoqchiman. Shu paytga qadar kimyoviy, mineral hamda sintetik o'g'itlar eng ko'p ishlatilgan O'zbekiston tuprog'ida ekologik tomondan sof, toza qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtirish imkoniyati yaratish uchun faqatgina kuchli mutaxassislar va fidoyi olimlarning sohaga bo'lgan mas'uliyat va rag'batini oshirish zarurligi davlatimiz rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Shuningdek, prezidentimiz bugungi kunda organik mahsulotlarni yetishtirishda organik o'g'itlarning sultoni biogumus muhim ahamiyatga ega ekanligini alohida e'tirof etdilar. Biogumus yordamida yer 2 barobargacha hosildorlikni oshiradi va yer yildan yilga strukturasini yaxshilab, tuproq tabiiy holda o'z-o'zini boyitib boradi. Yerimizni tiriltirishda, o'simliklarni kasalliklardan davolashda, sho'rlanish, namlikni saqlash, hosildorlikni keskin oshirish kabi qishloq xo'jaligining eng muhim tadbirlarini organik o'g'it biogumus orqali amalga oshirish mumkinligi amalda o'z isbotini topmoqda. Biogumus yetishtirish iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga nisbatan murakkab texnik vosita yoki katta sarmoyalar talab qilmaydi. Biogumus ishlab chiqarish, yetishtirib berish oilaviy tadbirkorlik sifatida har bir oila xonadonining real sharoitida aholining turmush darajasini yaxshilash uchun eng ishonchli, eng oddiy sxema sifatida taklif etilmoqda. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida tashkil etilgan seminarda ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. Ishtirokchi fermerlarga yangi tavsiya va ko'rsatmalar berildi.
Bugungi o'tkazayotgan seminarimizdan asosiy maqsad tuproq degradatsiyasiga qarshi kurash. Bu mana davlat programmalarida juda ham ko'p ta'kidlanib o'tilyapti. Tuproq tarkibidagi gumus 2% gacha bo'lishi kerak. Mana biz O'zbekistonning territoriyasida. Lekin hozir 0,2%, ba'zi joylarda 0,8% gacha joylar bor. Bu degani normadan 2-3 baravar, 4 baravargacha kam degani. Bu nimani anglatadi bu? Bu juda ko'p miqdorda organik o'g'it solishni talab etadi yerimiz degani. Organik o'g'itni agar biz masalan biomassani o'zini soladigan bo'lsak dalalarga, buni natijasi sekin astalik bilan ko'rinadi, ammo natijasi yuqori bo'lmaydi. Buning sabablaridan bittasi mana tabiatda quyosh ta'sirida va boshqa narsalarning ta'sirida, boshqa faktorlarning ta'sirida, masalan suv ta'sirida yoki bo'lmasa mana ko'p davr quyosh ostida turishi oqibatida kerakli moddalar parchalanib ketadi va bunda olinadigan samara dehqonchilikda juda ham kam bo'ladi. Ayniqsa bu narsalarni lalmi yerlarda kuzatamiz. Mana biz hozir turgan joy G'allorot tumani bo'ladigan bo'lsa, bu yerlarda ko'p yillardan beri organikaga e'tibor juda ham kam bo'lgan. Bu hozir respublika bo'yicha bo'lgan bu tendensiyaga hozir barham berish maqsadida mana shu shunday seminarlar tashkil qilinyapti. Marhamat, odamlarda bu imkoniyat bor. Bu biogumus ishlab chiqarish bu juda ham murakkab yoki bo'lmasa ilm talab qiladigan narsa emas. Eng muhimi bu insonning o'zidagi qiziqish va imkoniyatlardan samarali foydalanish natijasi bo'ladi. Agar biz bugungi kunda qishloq xo'jaligida burilish yasashni xohlaydigan bo'lsak, albatta biz organik dehqonchilikka o'tishimiz shart. Busiz ilojisi yo'q. Chunki eksport talablari mana shundan kelib chiqadi. Ochiq seminarda Kaliforniya chivalchangini maishiy chiqindilar bilan boqishni yo'lga qo'yib, biogumus mahsulotini qishloq xo'jaligining barcha yo'nalishlariga o'g'it sifatida taklif etish va naqd daromad topish mumkinligi aytib o'tildi. Gumus charchagan, kuchsiz tuproq hosildorligini tiklashda ayniqsa beqiyos ahamiyat kasb etadi. Shu yo'l bilan tabiatning muvozanat zanjirini ushlab turish mumkinligi ta'kidlandi. Hozirgi kunda O'zbekiston mahsulotlarini chet elga ishlab chiqarishda hamda o'zimiz xalqqa yetkazib berish uchun ekologik toza mahsulotlar bo'lishi kerak. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi tomonidan ko'pgina standart qabul qilgan bilan endi qishloq xo'jalik xodimlari ham bu standart asosida mahsulot yetkazib berish kerak. Mahsulotni yetkazib berish asosiy birinchi o'rinda u o'simlik yeridan olayotgan holatida qaysi mineral elementlar yoki pestitsidlar biz taklif qilayotgan bu yerdagi usullardan, ya'ni biogumuslar ishlatish ko'pgina o'g'itlarni foydalanishni kamaytiradi. Chunki biogumus tarkibida o'zining organik moddalar hamda mineral moddalarini muvozanatlash mumkin va o'ylaymizki, bu nafaqat hosildorlik oshirib, balki mahsulotlarni standartlar va talabga javob berib, ya'ni ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishga asos bo'ladi. Ushbu dolzarb maqsadlarni ko'zda tutgan 8-Xazina assotsiatsiyasi respublikamizdagi dehqon va fermer xo'jaliklari, tomorqa, issiqxona va landshaft dizaynerlik faoliyati bilan shug'ullanadigan barcha tadbirkorlarning bilim malakasini oshirish uchun tarqatma materiallarni taklif etishdi. Shuningdek, tinglovchilar sun'iy sharoitda Kaliforniya chuvalchangini ko'paytirishni yo'lga qo'yish va biogumusni sanoat usulida ishlab chiqarish, biogumus reaktorlarini tashkil etish, gulchilik va landshaft dizaynerligi, tuproq parametrlarini o'lchash, agroximiya, intensiv texnologiyalar va boshqa sohalarni ilmiy tarzda tashkil etish masalasiga ham ega bo'lishdi. O'zaro savol-javoblarda mutaxassislar tajribasi o'rtoqlashildi. Prezidentimizni xalqimizga qilgan murojaatlarida avvalo qishloq xo'jaligini rivojlantirish va tuproq unumdorligini oshirish, xalqni xavfsiz oziq-ovqat bilan ta'minlash masalalariga qilingan alohida e'tiborlarini inobatga olib va bundan biz o'zimizga tegishli xulosa chiqargan holatda bugun doimiy qilib yurgan shu seminarimizda aynan mana shu sohaga ko'proq e'tibor qilib, xalqimizni tafakkurida, ongida mana shu narsaga shakllanishiga harakat qilgan maqsadda uyushtirgan edik. Bu seminarimizga bugungi qatnashgan qatnashchilarni
o'zlarining ham xulosasidan kelib chiqib bizga bo'lgan bir kichkina rag'bat. Biz aynan mana shu ishni organik mahsulotni o'g'itni yetishtirishdan bo'ladigan maqsad boyagi xavfsiz oziq-ovqatni ta'minlash hamda yer unumdorligini, uni rentabelligini ko'tarish bo'ladigan bo'lsa, yana ikkinchi masalasi borki, bizdagi boyagi prezidentimiz ta'kidlaganlaridek suvni iqtisodi, bizdagi shu ekin suvlarni iqtisodi masalasi bo'yicha ham aynan mana shu organik o'g'it orqali biz ancha suvni 30-40% gacha tejashimiz mumkinligini targ'ib qildik. Buning uchun bu seminarimizga aynan shu sohaga oid bo'lgan olimlarimizni taklif qildik, mutaxassislarimizni taklif qilib, buni nafaqat ekologiyaga yoki inson salomatligiga, tabiatga, balki kambag'allikdan chiqarish, aholini bandligi bilan ham bizni ichki resurslarimizdan foydalanib keng yuqori moliyaviy natija olish imkoniyati bor. Buni biz hozir qo'limizdan kelgancha shu yerda targ'ib qilib insonlarga yetkazdik. Shu tadbirkorimizni o'zini qilgan natijasini ko'rsatdik. Bunda misol uchun o'rtacha olib qaraydigan bo'lsa, 1 kvadrat yerdan o'rtacha 1 yilda 1 kvadrat yerdan 1,5-2 million daromad olishi mumkinligini isbotlab berildi. Bu bizni haqiqiy o'sha boyagi aytganimdek mahalliy aholimizni ish bilan ta'minlashda, o'zini o'sha keraksiz yoki ishlamayotgan hovlisida kichkinagina bir o'ziga mana shunaqangi reaktorlar yasab, daromad manbaini yaratadigan bo'lsa, menimcha juda bir oqilona ish bo'lar edi. Ham tabiatga, ham o'zini moliyaviy iqtisodi, ham o'sha oilasini xavfsiz oziq-ovqat bilan ta'minlashda o'zini yaxshi samarasini beradi deb o'ylayman. Biogumus yordamida yer 4 barobargacha hosildorlikni oshirishi va yildan yilga o'z immunitetini tiklab borishi isbotlangan. Bugungi kunda Kaliforniya qizil chuvalchangini boqish kichik sarmoya sarflab, raqobati kam, xaridori ko'p, daromadi yuqori bo'lgan biznes turiga aylandi. Ahamiyatlisi bu chuvalchanglar hech qanday injiqliklarsiz, yer sharoit, tuproq, iqlim, muhit tanlamasdan o'z faoliyatlari evaziga ona yerimizning asrlar davomida yarasiga malham bo'lmoqda. Qolaversa, tadbirkorlarga yaxshigina moddiy daromad ham keltira boshladi.